muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. G'arb Belarus va Rossiyani bo'g'ib yo'q qilish niyatida Lukashenko. Zelenskiy KXDR qo'shinlari Rossiyaga yuborilishi fonida G'arbni tanqid qilmoqda. Eron Milliy xavfsizlik kengashi Isroilga harbiy javobni ma'qulladi. Ukraina Rossiya bilan kelishuvga erishish uchun 3 ta imkoniyatni boy berdi Lavrov. Saylovchilar AQSh tarixidagi eng yomon prezident tanloviga duch keldi VP. Qo'shtepa kanali bo'yicha afg'on-o'zbek muzokaralarining 3-bosqichi Toshkentda o'tkaziladi. G'arb Belarus va Rossiyani bo'g'ib yo'q qilish niyatida Lukashenko. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko g'arb siyosatchilarining Rossiya, Ukraina va qo'shni Yevropa davlatlariga Belarus hududi orqali hujum qilmoqchi degan so'zlarini ahmoqlik deb hisobladi. Uning fikricha, g'arb o'z oldiga Rossiya va Belarusni bo'g'ib yo'q qilish maqsadini qo'ygan. Biz vaziyatni keskinlashtirmayapmiz. Rossiya Belarus orqali Polsha, Litva, Latviya yoki Ukrainaga hujum qilmoqchi emas. Bu mutlaqo ahmoqlik, dedi Lukashenko. U Belarusdan hech kim qo'shni davlat hamda NATO bilan urushmasligiga ishontirgan. G'arb davlatlari bizni hamda Rossiyani bo'g'ib o'ldirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bugun esa mana shu maqsad sari intilib, ular bizni nimanidir qoralash uchun sabab izlamoqda, deya qo'shimcha qilgan Belarus yetakchisi. Uning ta'kidlashicha, xorijliklar beqarorlik, xavfsizlik, tartib, mehribonlik va mehmondo'stlik diktaturasi hukmron bo'lgan Belarusga tashrif buyurishdan mamnun. Lukashenko shuningdek munosabatlarni qo'shnichilik asosida qurishga chaqirgan. Agar xohlamasangiz mayli, kerak emas, lekin biz sizni tark etsak, siz bizga qaytib kelmang. Belarus prezidenti avvalroq agar Polsha g'arbiy Ukrainani bosib olishga harakat qilsa, Minsk Kiyevni qo'llab-quvvatlashini aytgan edi. Lukashenko Varshava g'arbiy Belarus ustidan nazoratni qo'lga kiritmoqchi ekanini ta'kidlagan. U shuningdek Ukraina hukumatini aqlini yig'ib, yaqin odamlar birinchi navbatda belaruslar yordamida mamlakatni tiklashni boshlashga chaqirgan. Zelenskiy KXDR qo'shinlari Rossiyaga yuborilishi fonida G'arbni tanqid qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shimoliy Koreya qo'shinlari o'z mamlakatiga qarshi urushda qatnashish uchun Rossiyaga jo'natilayotgani haqidagi xabarlar fonida G'arbdagi hamkorlarni passivlikda tanqid qildi. Bu haqda u 1-noyabr kuni kechki video murojaatida so'z ochdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina endi Rossiya Federatsiyasi o'z hududida KXDR askarlarini to'playotgan har bir joyni, barcha lagerlarni ko'radi. Agar bizga yetarlicha uzoq masofadan zarba berish imkoniyati bo'lsa, biz oldindan zarba berishimiz mumkin edi. Bu esa hamkorlarga bog'liq. Ammo juda kerakli masofa o'rniga Amerika kuzatmoqda, Britaniya kuzatmoqda, Germaniya kuzatmoqda. Hamma Shimoliy Koreya harbiylari ukrainaliklarga zarba berishni boshlashini kutmoqda, ta'kidladi Ukraina rahbari. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bu urush kengaymasligini va urush Yevropadan dunyoning boshqa mintaqalariga tarqalmasligini chindan ham istaydigan dunyodagi har bir kishi shunchaki tomosha qilishdan ko'proq narsani qilishi kerak. Biz harakat qilishimiz kerak. Urushning kuchayishi va kengayishiga yo'l qo'ymasligi haqidagi so'zlar, harakatlar bilan mos kelishi kerak, deb ta'kidladi Vladimir Zelenskiy. Eron Milliy xavfsizlik kengashi Isroilga harbiy javobni ma'qulladi. Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi Eron hududiga hujum qilgani uchun Isroilga harbiy javob berishga qaror qildi. Bu haqda Majlis Milliy xavfsizlik qo'mitasi a'zosi Ismoil Kasari xabar berdi. Unga ko'ra, javob zarbasini berish vaqtini qurolli kuchlar belgilaydi. Ba'zi hukumat amaldorlari va boshqalar Isroilga javob beryapmiz deyishlari mumkin, lekin ular hukumatda ham, undan tashqarida ham qaror qabul qiluvchi shaxslar emas. Chunki sionistik rejimga harbiy javob berish qarori allaqachon Milliy xavfsizlik oliy kengashi tomonidan qabul qilingan, dedi Kasari. Ukraina Rossiya bilan kelishuvga erishish uchun 3 ta imkoniyatni boy berdi Lavrov. Ukraina Rossiya bilan kelishuvga erishish uchun 3 ta imkoniyatni boy berdi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi. Kiyev 2014-yilda Qrim bilan birga o'zining birinchi imkoniyatini qo'ldan boy berdi. Keyin 2015-yil fevralida Donbassdagi vaziyatni tartibga soluvchi Minsk kelishuvlari imzolandi, deydi Lavrov. Uning so'zlariga ko'ra, 3-imkoniyat 2022-yil aprel oyidagi Istanbul kelishuvlari bo'lgan. Lavrov shuningdek, Kiyev kelishuvlari qanchalik uzoq bo'lsa, uning hududi shunchalik kamayishini ta'kidlagan. Rossiyalik siyosatchiga ko'ra, Ukrainadagi tinchlik Ukraina va G'arbning rejalariga kiritilmagan. Ayni damda tinchlik raqiblarimizning rejalariga kiritilmagan. Ukrainaning joriy yilning iyun oyida prezident Vladimir Putin tomonidan ilgari surilgan tinchlik tashabbusiga javobi Ukraina armiyasining Kursk viloyatiga bostirib kirishi va boshqa chegaradosh viloyatlardagi nishonlarga havo hujumlari bo'ldi. Washington va uning ittifoqchilari Kiyevni har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqda va G'arbning uzoq masofali raketalardan Rossiyaga chuqur zarba berish uchun foydalanish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda, dedi diplomat.
Saylovchilar AQSh tarixidagi eng yomon prezident tanloviga duch keldi. VP AQSh saylovchilari mamlakat tarixidagi eng yomon prezident tanlovi oldida qoldi. Bu haqda Washington Post nashri sharhlovchisi George Will ma'lum qildi. Avvalgi prezident saylovlarining aksariyati o'rtamiyona, ba'zi hollarda esa qalloblar tanlovi bo'lgan. Ammo bu yilgi tanlov ularning ichida eng yomoni deb yozadi Will. U AQShning Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Trampni xayol va isterikalar vulqoni sifatida tasvirlagan. Uning raqibi mamlakat vitse-prezidenti Harrisni esa plastilin deb atagan. Shuning uchun Harrisning kuratorlari uni jamoatchilik bilan maktab, gazetalardagi intervyulardan, murakkabroq muloqotlardan asrab kelayotgani uchun ayblash kerak emas deya istehzoli tarzda yozadi Will. Shuningdek, u Tramp va Harrisning bir qator masalalarga nisbatan yondashuvlardagi farqni ta'kidlab, ularning hech biri yaxshi emasligini aytgan. Sharhlovchi ularni tanqid qilarkan, noaniqlikning turli uslublari haqida so'z ochdi. Unga ko'ra, Tramp ko'p narsani oshkor qilmaydi, Harris esa ortiqcha so'zlaydi. Willga ko'ra, ikkala nomzod ham omadsiz vitse-prezident nomzodlarini tanlagan. Demokratlar partiyasi nomzodi Tim Walz Willning ta'rifiga ko'ra tentak roliga mos keladi. Respublikachilar nomzodi Jamie David Vance esa qo'rqinchli ertaklar so'zlaydi. Qo'shtepa kanali bo'yicha afg'on-o'zbek muzokaralarining 3-bosqichi Toshkentda o'tkaziladi. O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatullo Ergashevning ma'lum qilishicha, Toshkent va Kobul birgalikda Afg'onistondagi Qo'shtepa kanali qurilishi bilan bog'liq masalalarni hal etish bo'yicha komissiya tuzgan. Ergashevning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston va O'zbekiston delegatsiyalarining 3-qo'shma uchrashuvi yaqin kunlarda Toshkentda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Uchrashuv avvalgi muhokamalarga asoslanadi va loyihaning oldinga siljish jarayonida ikkala davlat ham o'z manfaatlari ta'minlanishiga harakat qiladi. Bu haqda Tolo News xabar berdi. Ismatullo Ergashev Afg'oniston Amudaryo suvidan foydalanish huquqiga ega ekanligini va bu resursdan kelishilgan taqsimot asosida foydalanish kerakligini ta'kidlagan. Afg'oniston va afg'on xalqi birinchi navbatda Amudaryo suvidan foydalanish huquqiga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Bu borada hech qanday muammo yoki kelishmovchilik yo'q. Asosiy savol Amudaryodan qancha suv olish kerakligi. Bu yerda Amudaryoning suv resurslaridan foydalanayotgan barcha davlatlarning manfaatlarini hisobga olish kerak. Uchinchi masala, Amudaryodagi suv sathi har yil o'zgarib turadi. Demak, suv sathi bir yil ko'tarilib, bir yil tushib ketishi mumkin, dedi u. Ergashevning ta'kidlashicha, Qo'shtepa kanali qurilishi bo'yicha qo'shma delegatsiya tuzilgan. Hozirgacha 2 uchrashuv o'tkazildi. Biri Kobulda, ikkinchisi Mozori Sharifda bo'lib o'tgan. 3-uchrashuv tez orada O'zbekiston poytaxti Toshkentda bo'lib o'tadi, dedi u. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Abdusodiq Hamidzoiy so'zlariga ko'ra, Afg'onistonning Amudaryoga bo'lgan huquqi o'rnatilgan va bu masalani hech kim tasdiqlash yoki rad etishga hojat yo'q. Qo'shtepa kanali Afg'onistondagi eng yirik sug'orish kanali bo'lib, muvaqqat hukumat loyiha byudjeti mamlakatdagi tog'-kon ishlardan tushadigan daromadlar hisobidan moliyalashtirishini aytgan. Qo'shtepa kanalining 2-bosqichidagi ishlar Faryob viloyatining Anxoy tumanigacha yetib borgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.